Hurmatli foydalanuvchilar, soat 2 bo'lishiga qaramasdan video darsni boshladim. Videoni shablonida ko'rganingizdek, pul ishlaydigan bot ochish haqida. Hech qanaqa PHP kodlarsiz. Buning uchun Telegram ilovasiga kirib olamiz. Hop, poyezga hech qanaqa joy tashlamasdan yangi virtual bot deb qidiramiz. Hop, mana shu botga kirib olamiz. Hop, start bosamiz. Bu yerda mana kabinet bo'limi bor. Kabinet bo'limiga o'tamiz. Balansimizni to'ldirib olamiz. Premiumga obuna bo'lsangiz, xizmatlar 1 barobar arzonlashadi. Hop, virtual xizmatlar, konstruktor bo'limi, bot ochish. Hop, bu yerdan pul botlar oxirida turibdi, shuni tanlaymiz. Hop, pul bot ustiga bosamiz. Mana narxi 10.000 so'm ko'rsatyapti. Asl narxi esa 20.000 so'm. Ya'ni premiumga obuna bo'lganligim uchun 10.000 so'm ko'rsatyapti menga. Hop, tanlash bosamiz. Hop, botingiz tokenini yuboring deb aytyapti. Bot fazlariga o'tamizda bot ochib olamiz. Pul bot userni oxirida обязательно bot tugmasi, bot so'zi bilan tugashi kerak va bizga token beradi bot. Shu tokenni ustiga bossak nusxalanadi. Yangi virtual botga o'tamizda nusxalagan tokenimizni tashlaymiz. Hop, siz yuborgan token qabul qilindi. Hop, mana botga o'tish. Botingiz tayyor deb keldi. Botimizga o'tamiz. Mana start buyrug'i, pul ishlash, hisobim, keyin referral havola beradi, panel. Admin paneli, bu yerda foydalanuvchilarni boshqarish, kanallar ulash, statistika, xabar yuborish, forward, ya'ni uzatilgan xabar yuborish, sozlamalar bo'limlari mavjud. Referral narxi, to'lov narxi. Admin paneldan istalgan narsani o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Asosiy menyuda ko'rib turgan narsalaringiz bor. Shu bilan videomiz tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.